بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Demek الدرس الثامن عشر. Yo'q, 18 emas, 17. Ne pastga tushib oldim. Demek الدرس السابع عشر 17 dars. التلميذ مجتهد. o'quvchi tirishqoqdir. Bu mubtado xabar bo'ldi. Agar bu ma'rifa turibdi, bu nakira turibdi. Agar men bu tilmizun mujtahidun bo'lganda mavsuf sifat bo'lardi. Endi bunga alif lam kirgan ekan, bu mubtado bo'ldi. Rof ism kelyapti, ma'rifa bo'lyapti. Hamma nimalari bor va bu bilan anaqa boshlandi, kalom shu bilan boshlandi. Demak, bu mubtado. Marfu rof alamati zohir domma. Hop, mushtahidun bu ham ismi marfu bo'ldi, rof alamati zohir domma. Bu mubtadodan xabar berdi. O'quvchi mushtahid ekan. At-tilmizu mushtahidun. Tirishqoq o'quvchi yoki o'quvchi tirishqoqdir desak to'g'ri chiqadi. At-tilmizu kaslanu. O'quvchi dangasadir. Mana mubtado xabarni ma'nosini berdim. At-tilmizu ismi marfu rof alamati zohir domma va bu mubtado. Kaslanu bu endi mubtadodan xabar. Ismi marfu rof alamati zohir domma. Hop, nega bunga ham tanvin ham yo'q, ham alif lam ham yo'q? Nega deganda bu g'oyri munsarif ism. Mana shu alif nun orttirilgan ismlardan bo'ladi bu. G'oyri munsarif. Demak, ash-shubbaku kabirun. Deraza kattadir. Ash-shubbaku ismi marfu rof alamati zohir domma va bu mubtado. Kabirun ismi marfu rof alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al-babu saghirun. Eshik kichkinadir. Al-babu ismi marfu rof alamati zohir domma va bu mubtado. Saghirun ismi marfu rof alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al-qalamu tawilun. Qalam uzundir. Al-qalamu ismi marfu rof alamati zohir domma va bu mubtado. Tawilun ismi marfu rof alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al-ijlu kabirun. Buzoq kattadir. Al-ijlu ismi marfu rof alamati zohir domma va bu mubtado. Kabirun bu ham ismi marfu rof alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al-mistaratun qasiratun. Men bitga ham tanvin ham alif lam kirib qolibdi. Menikida sizlarkida bunaqa emasmi? Haza laysa sahih. Bu hatto men bitta domma deb tasavvur qilamiz, alif lam kirgan ekan. Demak, al-mistaratu qasiratun deymiz. Chizg'ich qisqadir. Al-mistaratu ismi marfu rof alamati zohir domma. Bu mubtada. Qasiratun bu mubtadodan xabar. Marfu rof alamati zohir domma. Mubtadoni lafzi muannasda edi, ta marbuta orttirilgan ismlar muannas lafzda bo'ladi. O'shaning uchun qosir ram muannas lafzda keldi. Lekin bular mavsuf sifat emas. Nega deganda mubtado ma'rifa, bu bunisi nakira. Agar ikkalasi ham nakira bo'lib, men bunda alif lomi yo'q bo'lganda mavsuf sifat bo'lardi xolos. Qisqa lineyka, qisqa chizg'ich bo'lardi, xabari yo'q bo'lgan bo'lardi. Demak, al-fa'su kahamun. Bolta o'tmasdir. Al-fa'su ismi marfu rof alamati zohir domma va bu mubtado. Kahamun ismi marfu rof alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Aynal miknasatu. Supurgi qayerda? Ayna ismi istifhomlardan bo'lib fathaga mabni bo'lib bu zarf bo'ldi-da.
va buni endi xabar muqaddam deymiz. Al miknasatu ismi marfu alamati zohir domma bo'lib, bu kechikib kelgan mubtado. Al kitabu qadimun. Kitob eskidir. Al kitabu ismi marfu alamati zohir domma va bu mubtado. Qadimun ismi marfu alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al qalamu jadidun. Qalam yangidir. Al qalamu ismi marfu alamati zohir domma, bu mubtado. Jadidun ismi marfu alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al muhru saghirun. Toychoq kichkinadir. Al muhru ismi marfu alamati zohir domma va bu mubtado. Saghirun ismi marfu alamati zohir domma, bu xabar mubtadodan. Ar rajulu tawilun. Kishi uzundir deymiz. Ar-rajulu ismi marfu alamati zohir domma va bu mubtado. Tawilun ismi marfu alamati zohir domma bo'lib, bu mubtadodan xabar. As-sikkinu haddun. Pichoq o'tkirdir. As-sikkinu ismi marfu alamati zohir domma, bu mubtado. Haddun ismi marfu alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al-minsharu kabirun. Arra kattadir. Al-minsharu ismi marfu alamati zohir domma va bu mubtado. Kabirun ismi marfu alamati zohir domma, bu mubtadodan xabar. Al-lavhu kabirun. Doska kattadir. Al-lavhu ismi marfu alamati zohir domma bo'lib, bu mubtado. Kabirun ismi marfu alamati zohir domma bo'lib, bu mubtadodan xabar. Iftahil baba. Iftahil babal kabira. Katta eshikni och deymiz. Endi mana bu yerda ikkalasi ham aliflomda keldi. Ma'rifa, ism keldi. Mansub. Yana bunisi ham yana ma'rifa, yana nasb. Endi sanaymiz anaqasini, alomatini. Ma'rifalikda bir xil bitta bo'ldi alomati. I'robida bir xil ikkita bo'ldi alomati. Xo'p. Muzakkar muannasligida ikkalasini ham muzakkar muannasligi, muzakkar lafz, tayid marbutasi yo'q. Bitta bo'ldi yana, 3 ta bo'ldi alomati. Endi bitta eshik, to'g'rimi? Bu bitta eshik, bu ham bittalikda turibdi. 4 ta bo'ldi. Mana shu mafsuf sifatlarni nimasi? Mana shu ikkita yonma-yon turgan kalimalar mana shu 4 ta narsada bir xil bo'lsa, bunisini birinchisini mafsuf deymiz, keyingisini sifat deymiz. Demak, birinchi o'sha ma'rifasidan qidirishni boshlaymiz. Mana bu ma'rifa, bu ma'rifa. Tepada bu ma'rifa, bu nakira edi. Unga mana bitta sharti yo'qoldi, bo'ldi. Mafsuf sifatib kirishmaymiz. Endi birinchisini topdik, bor ekan. Ikkinchisini topamiz, muzakkar muannaslikda. Xo'p, muzakkar ekan. Birinchisi, ikkinchisi ham muzakkar ekan. Ikkita narsani topdik. Xo'p, keyin harakatini, eng muhimi harakati o'zi. Birinchi harakatini qilish kerak. Harakati ikkalasiniki ham fatha bo'ldi. Mana 3 ta alomat sharti va 4-inchisi bitta eshikmi bu? Bu ham bitta eshik. Agar al-babu kabirun deganimizda al-babu yo bo'lmasa al-baba al-kabirina deganimizda bo'lmas edi. Bitta eshikka ko'p anaqa kattalar deganda bo'lmas edi. Shu tasniya, mufrat, tasniya, jam deganda birlik, ikkilik, ko'plik deganda mana shu bitta eshik bu. Bu ya sifati ham bittaga kelyapti. Mana shuni aytilinadi. Demak, shuni bugungi darsda o'tgan qoidani sizlarga murojaat qilib, bugungi darsda qo'yilibdi va mubtado xabarlar sizlarning zehningizga mustahkamlash uchun. Demak, iftah fe'l amr bo'ldi. Anta zamir mustatir foili bor bo'ldi. Bu o'zi majzum, sukun, ijtimoiy sakinang bo'lganligi uchun ikkita sukun bitta joyda bo'lgani uchun bunga kasra harakati berildi. Al-baba ismi mansub, nasb alomati zohir fatha va bu iftah fe'liga maf'ulun bih bo'ldi. Endi bu mafsuf bo'ldi, bunisini sifat deymiz bo'ldi. Buni sifat deb qo'yib boshqatdan i'roblamaymiz.
sifatni o'sha qoidasida mavsufga ergashadi, bo'ldi. Bunisini aytdikmi? Buni endi aytmaymiz. Buni mavsuf, buni sifat dedik, o'tib ketaveramiz. Ayna sikinul haddu. Demak, keyin ma'no berayotganda boru, ma'no sifatdan boshlasak, o'zbekchada chiroyli chiqadi. O'tkir pichoq qayerda? Ayna ismi istifhomlardan bo'lib, zarfiyatlardan bu xabar muqaddam, o'zi sukunga mabni, rof o'rinda. As-sikkinu ismi marfu, rof alomati zohir domma, bu kechikib kelgan mubtada va bu mavsuf. Al-haddu sifat. Pichoqni sifati. Qanaqa pichoq? O'tkir pichoq. Uktub alal lavhil kabiri. Hop, katta doskaga yoz. Uktub fe'li amr anta zamir mustatir foili bor. Mana bu endi sukunini ko'rsatyapti. Nega? O'zidan kelgan harf harakatli bo'lgani uchun. Agar sukun fe'li amrdan kelgan mana bunaqangi alif lam kelib qolsa, unda kasra harakati berib ketiladi bu shakldagiga o'xshab. Demak, uktubni zamir mustatir foili anta bo'ldi. Ala harfi jar, sukunga mabni, al-lavhi ismi majrur, jar va majrur mutaalliqi uktubga. Al-lavhi mavsuf, al-kabiri sifat. Mana bu kasra bo'lgani uchun sifatdan kasrada turibdi. Hatil mitraqata. Bolg'achani ber. Hati fe'l amr anta zamir mustatir foili bor. Al-mitraqata. Hop. Ismi mansub, nasb alomati zohir fatha, bu hati fe'liga maf'ulun bih bo'ldi. La tal'ab ayyuhat tilmizul kaslanu. O'ynama ey dangasa bola, yo bo'lmasam dangasa o'quvchi desak to'g'riroq chiqadi. Tilimiz turibdi ekan. La harfi nahi, i'robda unga o'rni yo'q deymiz. Tal'ab fe'li muzori majzum la bilan. Ayyu mahzuf nidoga munodo, ha tanbih. At-tilmizu badal bo'ldi, ayyudan badal bo'ldi. Ayyu mubdal minhu, at-tilmizu badal bo'ldi. Endi at-tilmizu o'zi munodo mufrat bo'ldi-da, bu dommaga mabni bo'ladi. Buni nimasini? I'robi shu, dommaga mabni. O'zi bu sifat, al-kaslanu bu mavsuf, at-tilmizu mavsuf, al-kaslanu sifati bo'ldi. Hop, mana ergashyapti, o'sha to'rtta narsada ergashyapti. Xuz qalamakal qadima. Eski qalamingni ol. Xuz fe'l amr, anta zamir mustatir foili bor. Qalama ismi mansub, nasb alomati zohir fatha, bu maf'ulun bih bo'ldi xuz fe'liga. O'zi bu mavsuf, al-qadima sifat. Mana bu maf'ulun bih bo'lgani uchun bu ham fathada turibdi. Endi qaraymiz. Al-qalam, al-qadima anaqa bo'ldi. Ma'rifaligi alif lam bilan bo'ldi. Qalam esa ka xitob bilan ma'rifa bo'ldi. Ka xitob zamiri bilan ma'rifa, izofali ma'rifa bo'ldi. Birorta ismga yo izofa bilan yo alif lam bilan ma'rifalik nimasi bor, o'sha shartlari. Bu o'sha ka zamir bunga mudofin ilayh bo'lib keldi. Qalama o'zi mudof, ka zamir xitob, jar o'rinda bo'lib mudofin ilayhi va bu ma'rifa ism. O'shaning uchun bu mavsuf bo'ldi, al-qadima sifati bo'ldi. Agar qalamal qadima deganimizda mavsuf sifat bo'lmas edi, mudof mudofin ilayh bo'lardi. Demak, buni ma'rifaligini bildinglar. Kaga izofa bo'lganligi uchun ma'rifaga aylandi. Al-qadim alif lam bilan ma'rifa bo'ldi. Ikkalasida mavsuf sifatni hamma sharti topildi. Keyingi safar o'qiganinglarda so'rayman sizlardan. Hati kitabil jadida. Hop, yangi kitobimni ber. Hati
keltirib bo'ladida endi bu. Hati fe'l amr anti zamir mustatir foili bor. Kitabi. Hop, kitab o'zi bu ismi mansub, nasb alomati man bittagi bani taqdirida bo'ladi. Uni nima ko'rsatmayapti? Man bu ya mutakallim bilan munosabatda bo'lgan kasra ko'rsatmayapti. Demak, o'sha kitob o'zi ismi mansub bo'lib, hati fe'liga maf'ulun bih bo'ldi. Endi bu o'zi mafsuf, xuddi mana bu tepadagi nimaga o'xshab, bunga o'xshab, bu mafsuf bo'ldi, bu sifati bo'ldi. Fatahal xodimul babal kabira. Xizmatchi katta eshikni ochdi. Fataha fe'l mozi, fathaga mabni, al xodimu ismi marfu bo'lib, fataha fe'lini foili, rafa alamati zohir domma, al baba ismi mansub, nasb alamati zohir fatha va bu maf'ulun bih bo'ldi fataha fe'liga. Va bu o'zi mavsuf al kabira sifat bo'ldi. التلميذ المجتهد يكتب على السبورة الكبيرة بالتباشر. التلميذ اسم مرفوع رفع علامة ظاهر ضمة بولد ده مبتدا بولد. المجتهد bu endi tilmizni sifati bo'ldi. Tirishqoq o'quvchi dedikda. Hop, at-tilmiz mavsuf bo'libdi, al-mushtahid uni sifati bo'libdi. Sifatda o'sha to'rtta muvofiq kelgan narsasi topilib turibdi. Alif lom bilan ma'rifa bo'lyapti, ikkalasini harakati domma bo'lyapti va ikkalasi muzakkar lafzda va ikkalasi bitta. Bitta o'quvchi, bu ham mushtahidan bitta lafzda turibdi, birlikda turibdi. Mana shu to'rtta nimalari topildi. Demak, yaktubu fe'l muzori huwa zamir mustatir foili at-tilmiz bo'lgan mubtadoga qaytadi. Bu mubtadodan jumla xabar bo'ldi-da, rof o'rinda bo'ldi. Ala harfi jar, as-saburati ismi majrur, jar va majrur mutaallig'i yaktubuga bo'ldi. As-saburati o'zi mafsuf bo'ldi. Al-kabirati sifati bo'ldi. Mana bunda ham katta doskaga bo'lib ma'nosi chiqdi mafsuf sifatni. O'sha tarjima qilayotganda sifatdan ma'no berishni boshlaymiz. Hop, bittabashiri ba harfi jar, attabashiri ismi majrur. Jar va majrur mutaallig'ini bor bilan yozadi deb bunga qilamiz. Yaktubuga mutaalliq bo'ladi. Uktub, yo'q, uknus ekan. Uknusil bayta ayyuhal xodimu. Hop, ey xizmatchi, uyni supur. Uknus fe'l amr anta zamir mustatir foili bor. Al bayta ismi mansub, nasb alamati zohir fatha va bu maf'ulun bih bo'ldi uknus fe'liga. Hop. Ayyu demak munoda bo'ldi. Ha tanbih bo'ldi. Al xodimu badal bo'ldi ayyudan. Demak, mahzuf nido ya ayyuhal xodimu bo'lganda. Munoda marfu. Demak, ibri qalamaka bil mibratil hadati. Demak, qalamingni o'tkir qalamtarosh bilan uchla. Ibri fe'l amr anta zamir mustatir foili bor. Endi mana bunda mana qaranglar. Baryun bo'lgan o'zi buni masdari baryun. Oxirgi harfi illat bo'lganda, fe'l amr bo'lganda bu jazm qilardik-ku, mana uknus bo'ldi, uknus. Tepada uktub. Ularda nima bo'ldi? Uknus qayerga ketdi? Mana uktubga qaraylik. Bu o'zi nima bo'lgan? Uktub. Oldin domma bo'lgan. Fe'l amr qilgandan keyin yaktubu bo'lganda, fe'l amr qilgandan keyin uktubga nima qilingan? Mana shu dommani hazf bo'ldi-da. O'zi fe'l amri harakatini alomati, o'sha jazm harakatini alomati o'zi manbu sukun bo'lishi kerak.
aslida sukun mana bunaqangi. Yo'q, aslida hazf deyiladi. Hazf. O'sha dommani tushib ketishi mana. Tushirib yubordim dommani, mana bu yerdan ketdi domma. Domma ketdimi? Dommani o'rniga kelgan mana bu sukun, bu undan noyob anaqa bo'lgan. O'sha hazfdan noyob bo'lgan. Endi mana ibrida harfi illatni tushirib yuboradi. Hazf bo'ladi. Baryun bo'lganda bu yerda o'zi mana bunaqangi ya bo'lgan bo'lishki, ibri bo'ladi-da, bu mana bunaqa yasi bor. Ikkita nuqtali yasi bor. Endi bularga harakat og'ir keladi, harakati yo'q tepada. Yabri bo'lganda. Endi buni fe'li amr yasaganda ibri qilinganda, mana bu keyin tushirib yuborilgan. Hazf qilingan harfi illat. Harfi illatlar kasalligi uchun uni tushirib yuboramiz. Agar sog' harf tepasidagi sog' harf bo'lsa oxirida, unda tepasidagi harakat hazf bo'lgan bo'lardi. Domma harakat tushib, o'rniga sokin kelgan bo'lardi. Demak, bu yerda fe'l amr majzum deymiz. Jazm alomati harfi illatni hazf bo'lishi. Buni yozib qo'yib, mana shunaqa qilib aytasizlar menga. Bu katta qoida. Demak, qolama ismi mansub, nasb alomati zohir fatha va bu ibri fe'lini maf'ulun bihsi bo'ldi. O'zi bu mudof, ka zamir xitob, mudofin ilayhi jar o'rinda. Endi bu o'zi yana qolamaka ikkalasi birga izofa bo'lib turib mavsuf bo'ldi. Yo'q, bu yerda mavsuf sifati yo'q ekan, bu yoqda ekan mavsuf sifati. Demak, bunda hech narsa yo'q, bo'ldi. Ba harfi jar, mibroti ismi majrur, jar va majrur mutaallig'i ibriga qilamiz buni. Endi bu ekan mavsuf sifat. Demak, bu mavsuf bo'ldi. Al-hadati sifati bo'ldi. Mibroni qalamtaroshni sifati. Qanday qalamtarosh? O'tkir qalamtarosh. Hop. Lima ishtaroyta kitaban qadiman. Nega eski kitobni sotib olding? Lima jar va majrur mutaallig'i ishtaroytaga. Ishtaro deymiz fe'li mozi sukunga mabni ta mutakallim muxotab o'sha rof zamir qo'shilganligi uchun, ta zamir qo'shilganligi uchun deymiz. Bu foil zamir, ta foil zamir qo'shilganligi uchun bu sukunga mabni bo'lib qoldi fe'li moziyimiz. Demak, kitaban ismi mansub, nasb alomati zohir fatha va bu maf'ulun bih bo'ldi ishtaroyta fe'liga. Endi buni o'zi mavsuf bo'ldi. Qodiman sifati bo'ldi. Eski kitobni nega sotib olding dedi-da. Hop. Ihtarimu abaakum va ummahatikum. Hop, otalaringizni va onalaringizni hurmat qilinglar. Mana endi fe'l amri bizga siyg'alashni, tasriflashni o'rgatdilar. Birlikda uktub bo'lib keldi, oxirgi harfi sahih harfda. Keyin ibri bo'lib keldi, oxirgi harfi illat harfda. Mana shunda i'rob alomatlarini ko'rsatdi muallif rahimahulloh. Fe'li amrda o'sha oxirgi harakati sahih bo'lganda harfi anaqa domma tushdi-da, hazf bo'ldi-da, o'rniga sokin keldi. Ammo bunda bo'lsa ibri qilindi-da, o'sha ya illat harfini o'zini hazf qildi, ibri bo'lib qoldi. Endi bunda nima bo'ldi? Hurmat qilinglar dedim. Endi buni anu katabu degandagi katabuga tushadi-da bu. Hop. Bunda anaqa yaktubuni muzoridan olinadi bu. Beta turklarda pardon deydi, uzr deganda fe'l amr muzoridan olinadi, muxotobdan. Yaktubu, yaktubani, yaktubunadagi o'sha yaktubunadan olingan. Demak, bu yerda fe'l muzori harfi tushirib tashlanadi. U tushirib tashlangandan keyin qolgan, men buni yo'q deb hisoblaysizlar, hamzani. Qolgan harf sokinli bo'lib qolgan bo'lsa, keyin unga
mana bunaqangi tayoqcha hamza alif deysizlarmi, o'shanaqani olib kelinadi. Hop, mana olib kelindi, bitta ishi qilindi. Ikkinchi qilingan ishi o'zi 3 ta bosqichda muzori fe'lidan fe'li amr yasaladi. Sarfni o'zi bugundan o'tishni boshlaymiz, hozir tushuntirib ketaman. Hop, bu o'zi tahtarimuna bo'lgan. O'sha ta muxotobdagi muzoriyat harfi tushirildi, birinchi ish. U tushirilib ketsa tahtarimuna bo'lganda, u tushganda hani tepasida sokin bo'lib qoldi. Sokin bilan arablar kalimasini boshlamaydi, o'shaning uchun unga mos bo'lgan harfni olib keladi. Bunga mana alif olib keldi, kasrali. Nega kasralikni keyin o'rgataman buni. Demak, ikkinchi ish kasrali hamza olib kelindi. Vasliya hamza deydi buni. Alif demaymiz. Ikkinchi ishi bo'ldi. Endi oxirgi fe'l amrni oxirgi sida hazf qilish bor. Xo'p, bunda nima hazf bo'ladi? Tahtarimuna bo'lgan edi, bitta nuni bor, o'sha rof nun deyiladi. O'sha rof nun tushirib tashlandi. O'sha jazm alomati bo'ldi. Nima bo'lib qoldi keyin? Ihtarimu. Xuddi kecha nimani nahiya kirgandagi oxirida qanaqa o'zgartirish bo'lsa, bu ham xuddi o'shanaqa, o'sha bilan bir xil. Bunda fe'l amr majzum, jazm alomati i'rob nunni hazf bo'lishi deb shuni yozib qo'yib, mana shu oxirgi aytgan gapim menga aytasizlar. Xo'p. Demak, aba'ah bo'ldi. Hop, bu yerda endi ismi mansub, nasb alomati mana hamzachani tepasidagi fatha bo'ladi. Bu ko'plikda bo'ldi-da. Otalaringizni bo'ldi. Mana shu hamzani tepasidagi fatha nasb alomati maf'ulun bih bo'ldi, ihtarimu fe'liga. Demak, o'zi bu mudof, kum zamir xitob, jar o'rnida bo'lib mudofin ilayhi. Otalaringizni ko'plikka ketdi bu ham. Vav harfi atf, ummahatikum ma'tuf, aba'akum ma'tufun alayhi deymiz. Buni i'robini aytmaymiz. La tal'abu vaqta darsi ayyuhat talamizatul kusala debdi. Dars vaqtida o'ynamangizlar, ey dangasa o'quvchilar. Xo'p, endi mana la tal'abu. La bu nahiya, qaytariq, o'ynamanglar dedigan. Mana endi tal'abu bu o'sha fe'li majzum bo'ldi, fe'li muzori majzum bo'ldi, jazm alomati i'rob nunni hazf bo'lishi bo'ldi, hazf bo'lib ketdi. Buni foili vav jamoa foili, ko'plik alomati vav foili. Hop, vaqtda ismi mansub, nasb alomati zohir fatha bo'lib zarf bo'ldi. Mutaallig'i la tal'abuga bo'ldi. O'zi bu mudof, ad-darsi ismi majrur mudofin ilayhi, alomati zohir kasra. Hop, ayyuha bu o'sha munodo, ayyu munodo, ha tanbih, at-talamizatu ismi marfu bo'ldi-da, ayyu munododan anaqa bo'ldi, badal bo'ldi. Bu mubdal minhu, bu badal bo'ldi. Endi buni o'zi mafsuf bo'ldi. Kusala sifati bo'ldi. Al-kusala sifati bo'ldi. Mafsuf sifatdagi nimasini o'zingizlar topasizlar endi bunikini. Haula'i talamizatul mushtahiduna yaqra'una durusahum. Bular o'quvchilar, bu o'quvchilar, bu mafsuf sifat ekan. Mushtahid o'quvchilar darslarini o'qiyaptilar. Haulay ismi ishora bo'lib, bu ham mubdal minhu, hazadan keyin alif lom kiradi. Bu endi hazani ko'pligi kelyapti. Xo'p, bu mubdal minhu bo'ldi, bu badal bo'ldi. At-talamizatu ismi marfu, rof alomati zohir domma bo'ldi-da, bu endi mubtado bo'ldi. Endi bu o'zi mafsuf, al-mushtahiduna sifati bo'ldi.
alif lom kirgan, ikkalasiga ma'rifa bir ketdi. At-talamizatu ko'plik jamda, mushtahidun ham jamda ikkida ketdi, ikki ketdi. Hop, talamizatu muzakkar nima? Lafz, bu ham muzakkar. E'roblari buniki rof alomati domma, bunda rof alomati vav bo'ladi. Nega deganda buni nasb fajar alomatida mushtahidina bo'lib bu yaga o'zgarardi, ya bo'lardi. Endi bunda rof alomati domma deymiz. Buni rof alomati buniki domma, buniki rof alomati vav deydi. Vav dommadan noib bo'lgan vav. Hop. Demak, yaqrouna fe'li muzori, vav zamir jamoa foili mubtadoga qaytadi. Mana mubtadomiz jam. O'shaning uchun bu muzori fe'li ham jam lafzda keldi. Ikkalasi bir-biriga munosib bo'lish kerak-da. Bunda mana vav bunga qaytadi. Ko'plikka qaytadi. Hop. Bu rof o'rinda bo'ldi fe'li muzori, rof o'rinda xabar bo'ldi mubtadodan. Durusa ismi mansub, nasb alomati zohir fatha bo'ldi-da, maf'ulun bih bo'ldi, yaqrounaga. O'zi bu mudof, hum zamir g'oyib, mudofin ilayhi. Buni kesaman-da, qoidaga boshqa ochaman bo'lmasa.